bugungi videoda tillada qandoq qilib pul topsa bo'ladi. Ya'ni tillani savdosi bilan qandoq qilib pul topsa bo'ladi. Unga ko'p narsa kerak emas. Birgina telefon, Binance'ning приложенияsi yoki kompyuter. Video davomida hammasini daskanalli tushuntirib beraman. Bizga Binance birjasi kerak bo'ladi. Ya'ni Binance приложенияsiga kiramiz telefon orqali. Menga kompyuterdan udobni, shuning uchun kompyuterdan ko'rsatyapman. Торговые боты bo'limini topamiz, ya'ni торговляda торговые боты bosamiz. Internetim sal sekin ishlayapti. Xafa bo'lmaysizlar, sal cho'ziladi. Lekin mana торговые боты bo'limiga kirgandan keyin setka spota, setka futuresов. DCA futures, DCA na spoti, xullas botni xilma-xil, mana arbitrajniy bot xilma-xili bor. Nima bilan bizga eng xavfsizi spotdagi bot kerak. Futuresga hech qachon kirmang. Futuresda likvidatsiya degan narsa bor. Pulingiz kuyib ketadi. Ya'ni sal narx o'ynasa yoki pastga tushib ketsa, pulingiz kamroq bo'lsa, kuydi. Ko'pincha traderlar ham futuresni ishlatib, ya'ni o'zim ham ko'pincha futuresda kuyganman. Futures bu eng xavfli instrument. Bizga esa passiv va eng xavfsiz instrument kerak. Bu spot, ya'ni spotdagi bot, ya'ni spotga kiramiz. Va bizga eng xavfsiz metall, oltin kerak bo'ladi. Hozir tillani mana Pax terib Pax G qilsangiz, Pax Gold, ya'ni tokenizirованное золото, ya'ni tillaga biriktirilgan kripto hisoblanadi. Ya'ni tillani haqiqiy tilla qancha bo'lsa, bu ham xuddi shuncha. Tilla tushsa bir xil. Bu ya'ni tilla neft kriptoga kirib keldi. Endi kripto entuziastlar, ya'ni kriptoda faqat savdo qiladiganlar bemalol boshqa brokerlarda shot ochmasdan, ya'ni boshqa fond bozorida shot ochmasdan bemalol kripto orqali, shu Binance orqali, boshqa birjalar orqali tillani oldi sotib bilan shug'ullansa bo'ladi. Mana Pax Goldni zagruzka qildik. Pax Gold, e'tibor bering. E'tibor bering. Uzoq distansiyada mana sekin bo'lsa ham narxi ko'tarilib kelyapti shuncha yillar ichida. Bizga o'shana xavfsiz instrument, ya'ni торговый bot va xavfsiz eng ishonarli metall tillada savdo qilamiz. Bu yerda II, mana II bor, ya'ni искусственный intellektda tayyor shablonlar bor. Buncha foiz beramiz, tillada savdo qilib debdi. Bu tayyor shablonli i'ni qilib berganlarni iloji boricha unda savdo qilmang. Вручную, ya'ni вручной kirgizing настройкалаringizdan. Mana bu yerda ценовой диапазон chiqyapti. Ценовой диапазonni примерно hozir tillani narxini bilamiz. Mana hozir trading view ga kiramizda, mana tillani narxini ko'ring. Tilla distansiyada faqat oshib borgan. To'g'ri, bir xil vaqtda korreksiya bo'lgan narxi, lekin vastamam oshgan. Mana ko'ryapsiz, Pax Gold, ya'ni tokenizirованное золото. Endi qaytamiz. Demak, botda настройкалаrini примерно mana 4.5 qilamiz. Bu pastki range. Bu esa tepa range, ya'ni 5500. Ya'ni bot mana sразу yashil, qizil range paydo bo'ldi. Pastki bizni 4.5, tepasi 5.5. Shu ценовой diapazonning ichida botimiz savdo qiladi. Investitsiya, ya'ni bizni botga beradigan pulimiz. Faraz qilamiz $1000. $1000 pul ajratamiz bu botga. Va количество setk deb. Hozir setkani qo'yaman, tushunasizlar nimaligini. Men 50 ta setka qo'yaman. Mana 50 ta setka, yashil setkalar, qizil setkalar. Bu nima degani? Yashil setkalar botni tillani sotib olayotgan paytlari, qizil setkalar tillani sotadigan paytlari. Demak, botga $1000 ajratishimiz bilan bot darhol $500 ga, ya'ni yarimiga pulingizni, investitsiya qilgan pulingizni yarimiga tillani sotib oladi. Bu nima uchun kerak degan savollarga bundoq deb javob beraman. Botda $500 lik tilla $500 lik dollar qo'lida turibdi. U tilla agar mabodo narxdan tushib ketsa, o'sha qo'lida turgan $500 ga tillani yana arzonroq sotib oladi.
Mabodo tilla ko'tarilsa, qo'lidagi 500 dollarlik tillani azgina sotishni boshlaydi. Ya'ni bot в любом случае plyusda turadi. Ya'ni bu botning plyus tarafi birinchidan Binance'da va boshqa birjalarda bu spotoviy bot tekin. Birja sizdan bu botni ishlatganingizga pul olmaydi. Birinchi plyusi. 500 dollaringiz tillada botda, 500 dollaringiz dollarda bo'ldi. Shu rangening ichida biza qo'ygan, ya'ni siz qo'ygan rangening ichida savdo qiladi. Bu yerda savol berishingiz mumkin, nima riski bor? Eng katta risk bu Binance birjasini portlab yo'q bo'lib ketishi. Bu eng katta risk. Endi u maloveroyatniy narsa. Ikkinchi riskimiz yana bitta katta risklardan biri. Endi u kimgadir u katta risk, men uchun, shaxsan men uchun u o'sha risk emas. Kim uchun risk? Mabodo tilla tushib ketsa, bot hamma dollarlarni ishlatib, qo'lingizda bor investitsiya 1000 dollarlik tilla qoladi. Xolos, shu paytda, ya'ni tilla tushib ketgan paytda siz tillangizni sotib olmasangiz bo'ldi. Tilla sekin ko'tarilishni boshlaydi, siz botingiz yana sekin savdo qilib tillani sotishni boshlaydi. Bo'ldi. Boshqa risk yo'q. Riskingiz yana uchinchi risk bo'lishi mumkin. Siz aralashib botni to'xtatib, menga pul kerak deb botning ishini buzib, pulingizni olib chiqib ketishingiz. Bu uchinchi risk desa bo'ladi. Risk emasmi, uni ham o'zingizlar hal qilinglar. Tak что men sizlarga eng xavfsiz instrumentni ko'rsatdim. Ishinglarda, o'qishinglarda qatta bo'lmanglar, yuraveringlar. Bot 24 soat savdo qiladi. Bilasizlar, fond bozori 24 soat savdo qilmaydi. Fond bozori ertalab o'zimiz O'zbekiston fondini aytadiganimiz 10 dan 4 gacha yoki 9 dan 4 gacha savdo bo'ladi, yopiladi, kechasi ishlamaydi, shanba yakshanba kuni dam oladi. Dunyo bozorlari ham shunaqa sistemada ishlaydi. Faqatgina kripto bozori, kripto birjalar va kripto bozori 24 soat dam olishsiz shanba yakshanbasi ishlaydi. Bu degani bot sizga tekinga 24 soat siz uchun har doim tayyor ishlaydi. Va yog'im og'rib qoldi, ko'zim og'riyapti, kompyuterga qarasam, qo'lim og'riyapti, psixologiyam buzilib ketdi demaydi bot. Bot bu robot. Ertalabdan kechgacha sizni qo'ygan mana shu nastroykalaringiz bo'yicha savdo qilaveradi. Siz investitsiyani mana 1000 dollar kirgizdik. Mana 50 ta setka qo'ydik, xohlasak 100 ta setka qo'yamiz. Faqat e'tibor bersanglar, 100 ta setkada men minus ko'rsatyapti. Chunki bu ko'plik qilyapti. Biz ham misol uchun 30 ta setka qo'yamiz. Mana ko'ryotgan bo'lsanglar, har bir setkani foydasi, ya'ni har bir setkani olib sotgan foydasi 0.40% deyapti. Bizga kamida shunaqa nastroyka qilinglar, kamida 0.71, ya'ni 0.91, 1% foyda kerak har bir setkani olib sotishdan. Shunda chustut qilamiz bu narsani. Shuning uchun do'stlar, bu narsa moliyaviy maslahat emas. Bu narsa bir sekretniy bir ingredient emas boyib ketishligiga. Bu sabr qilib passiv daromad, eng xavfsiz tilla, eng xavfsiz spotoviy bot. Futuresga hech qachon bosh bilan tiqmanglar. Vaqtida biz ham 20-30 ming dollar pulni yo'qotganmiz, likvidatsiya bo'lib, azartga berilib. Bu narsa juda og'ir kechadi hammada. Kimdir qarzga kirib ketdi, kimdir kreditga kirib ketdi. Biz hamma xavfni olib tashab, oddiy spotoviy botda savdo qilamiz. Даже biz emas, bot savdo qiladi. Biz nastroykani to'g'ri qo'ysak, bizning ishimiz shu. Vaqtida foydasini chiqarib, xohlasanglar qayta bir investitsiya qilinglar. Bu sizlarning ishinglar. Hammanglarga omad. Agar kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Qanaqa instrumentni, kriptoda qanaqa instrumentni ko'rsatishni men ko'rsatib, ya'ni risklarini men ko'pincha xavfli joylarini qidiraman. Любой instrumentni xavfli joylarini tushuntirib o'tib ketishim mumkin. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha.